Bu dunyoda eng aziz bir narsa bor deb, bo'lmasa bu insonni hayotida. Chunki u har bir insonga bir marta beriladi bu hayot, shu qanaqadir bir sinovlardan o'tish uchun. Xo'p, lekin shu bir mazangiz qochib qolsa, yo bir temperatura qilsangiz, yo biror joyingiz og'risa, albatta skoriyaga telefon qilasiz, tez yordam. Iloji boricha sizga tezroq yetib kelishi kerak. Ayniqsa shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, misol uchun pristup degani u ma'lum vaziyatda tegishli yordamni ko'rsatmasangiz, u odam o'lib qolishi hech gap emas. Shuning uchun, misol uchun ko'richak bo'lganda, juda ham ko'p nimalar bor. Mana boshqa nimasi pristup berib qoladi, ani o't pufaygi. Shunaqa vaziyatlarda agar skoriy yetib kelmasa, tez yordam tezroq yetib kelmasa, odam o'lib qolishi mumkin. Lekin bir inson bor ekanlar, bu insonni familiyalarini bilmayman, lekin mana shu video menga juda ham ta'sir qildi. O'sha yo'lda migalkasini yoqib, signal berib, yo'l beringlar deb yo'l so'rab, skoriy o'tib qoladi. Buni juda ko'pchilik guvohi bo'lganmiz. Endi shunga bu inson qarshi ekan. Uni gapini bir eshitib ko'ring-da. Men hayron bo'ldim, lekin nahotki deb hayron bo'ldim. Mana eshitib ko'ring. Odamni nerviga o'ynab qochishga joyi yo'q, to'g'risi. Probka ustiga probka bo'yazibdi. Hozir ustimizdan bitta qilib o'tib ketaman deyapti. Iloji bo'lsa tutib mashinani. O'ladigan bor-ku, sen olib borib yetkazib olmaysan o'ladigan odam. Shuning uchun o'ladigan ajali yetgan odam ajal kelganda hamma boshini qo'yib beradi mana bundoki olib ketsin deb. Va tez yordamda birinchi yordam ko'rsatlaring, boshqa qillaring, buni qilib o'zlaringni risk qilib, o'zlaringni hayotlaringni bir aniqga qo'ymalaringga skoriy pushlar. 3 kunda bir minasanlar o'zi mashinani. To'g'risida, alo, kasaling o'sha yetib boradimi, yetib bormaydi, unaqa bo'lmalaring skoriy bolalar. O'tkazib yuboriladi, joy ham yo'q o'tkazib yuborishga. Va qilib odamni ustidan izdivatsiya qilgandek qilasanlar ishni. Umrlaring uzoq bo'lsin. Shuning uchun o'lgan borib o'lib ketaveradi. Hozir mana ko'rdingizmi? Men bitta hayron qolgan joyim o'sha skoriy ana signalni yoqib, migalkasini yoqib, yo'l so'rab, yo'lda kelayotgan paytda shu skoriyda shu gapirgan insonga nisbatan aytaman-da, bir yaqin odamingiz yotgan bo'lsa-chi, aytmaydi, sanchib misol uchun-da, yoki pristup berib, yo'g'insi temperaturasi 40 bo'lib yotgan bo'lsa-chi, yoki o'zingiz bo'lib qolishingiz ham mumkin, to'g'rimi? Baraka topkur. Bu yo'l harakat qoidasida ham yozib qo'yibdi, birinchi o'chiritdi. Shu pajarniy mashinalarga, o'sha 01, 02, 03, даже 04 shularga yo'l berish kerak. 03 endi hamma biladi. Mana shu 103 ga qo'ng'iroq qilsa yetib keladi shular. Shunga murojaat qilmagan odam bormi? Hamma murojaat qiladi. Boshqa kimga murojaat qiladi? Skoriy olib boradi shuni yetkazib. U ketayotgan paytda yo'l berishga joy yo'q deydi. Qanaqasiga joy bo'lmaydi? Joy har doim bo'ladi. Bitta polasa bilan ikkinchi polasani orasida chiziq chizilgan. Hamma o'sha mashinalar bir-birini qirib olmaslik uchun o'shanga mo'ljallab o'lchangan. Har bitta polasani orasida zapas joy bor. Ana o'sha zapas joylarga sekin mana bundoq surilsa, 4 ta polasa, 3 ta polasa bor. Ozgina-ozginadan surilsa, shu bitta skoriy o'tib ketishga har doim joy bo'ladi. Yo'l berishadi-ku, to'g'rimi? Faqat xohishi bo'lmaganlar, mana bu insonga o'xshaganlar yo'l bermaydi. Mana bunga malol keldi shu narsa. O'lgan o'lib ketaveradi deydi. Конечно, sen yo'l bermasang, o'sha vaqt soatida bunga shu yordam tegishli, kerakli bo'lgan yordam ko'rsatilmagandan keyin albatta o'lib ketadi. Yo'lda turaversa u signal berib. Senga o'xshaganlar yo'l bermasa, qanaqa qilib olib borsin больницаga? Endi o'zim mashinamda olib boray desa, o'zini mashinasiga tem bo'lib yo'l bermaydi. Shu skoriyga
zo'rg'a yo'l bergandan keyin har bir inson xuddi boshqalarni muammosini o'zinikidek ozgina bir his qilish kerakda. Kimnidir insoni o'tirib o'zidan o'zi ular o'ynab ani signalini bosib nima qilayotgani yo'q, o'yin o'ynayotgani yo'q ular. Albatta shu kimni signal chalib ketyaptimi, kimnidir olib ketyapti. Demak shu migalkasi ishlab yo'l so'rab turibdimi, demak tezroq yetkazib olib borish kerak. O'sha zarur bo'lgani uchun shu holatda shunga harakat qilyapti. O'zlaringni hayotlaringni xavf ostiga qo'yib bunaqa qilmalaring. Deb qo'yadi. Ha deganda chakagingdan bitta qo'yib yuborsada. Odamni jahli chiqadi albatta. O'zini hayotini xavf ostiga qo'yib nimaga qo'yadi? U shu kasbni tanlagan, shu kasbni fidoyisi, o'shanga rozi bo'lib, o'shani orqasidan tirikchilik qiladi, o'sha sidqidildan bajargisi keladi, o'sha oladigan maoshini oqlagisi keladi. O'shaning uchun u jon kuydirib senga shu signal chalib, shu farosating yetmagan bo'lsa agar, shu yo'l so'rab turibdi. Berish kerak. Imkoniyat har doim topiladi. Agar faqatgina xohish bo'lsa, xohish bo'lmasa, конечно, yo'l bermaydi. Yo'l berish shart. Albatta shart. Chunki inson hayotidagi muhim narsani o'zi yo'q. Siz nima degan bo'lardingiz? Mana shu odamning gaplarini eshitdingiz. Qo'shilasizmi yo qo'shilmaysizmi? Bunaqalarga aytadigan gapingiz bormi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring.